Johil odam desa nimani tushunamiz biz? Savodsiz odamni tushunamizda. Ilmli odam desa obrazovniy, diplomi borani tushunamiz. Qarang, yana kaltada tasavvurimiz. Bir inson 10 ta diplomi bo'lib johil bo'lishi mumkin. Bir odam o'qishni, yozishni bilmasdan turib ilmli bo'lishi mumkin. Qanday qilib? Agar sizning qo'lingizdagi 5 ta diplomingiz, 6 ta uchovni stepeningiz, ilmiy darajangiz sizni Allohni tanishlikka yetaklab olib bormagan bo'lsa, siz shariat nazarida johilsiz. Allohni tanimagan odam olim bo'la olmaydi. Endi maktabni o'qimagan, o'qish yozishni ham bilmas, lekin Allohni tanidi. Ma'ruza eshitdi, oyat alomatlarini kuzatdi, Allohni tanidi. Mana shu odam olim bo'ladi. Johillik. Johillikning eng yengil ta'rifi voqelikka xilof bo'lgan tasavvur, tushuncha, fahm.